Tushing meni mashinamdan. Tushib turing bo'ldi. Kelsin bo'ldi, shu yerda o'tiraman men. Gapirgan gapingizga javob berasiz. Aha. Bu qanaqa gap gapirdim men? Men hayotda ikkita bola bilan yolg'on gapirmayman. Bo'l. O'zi chiqqandan beri nidonni gapirib, bunaqa qilyapsiz bolani. Bola deb qo'yibdi buni, har qishman tushunmaydi. Telefonni qarang dedim. Tushunmaydi. Men urdim ham, jim o'tiran dedim. Tushunmadi bu. Bola tushunmaydi hech nima. Telefonni tutdim. Qarang dedim. Men kerak bo'lsa tozalab tushib ketaman, bunaqa gapirmang dedim. Pulini beryapman deyapsiz. Xo'p, pulini bersiz, tepib, dabdalaqda shart emasmi? Pulini beryapman. Hamma pulga ketadi, tekinga ketmaydi hamma. Hamma mana shu yerga hech kim bunaqa muomala qilmagan. Bolam deb olib borgan, qizim deb. Muomala bo'lish kerak odam deganda, xo'pmi? Muomalani Isqirtdan basharasi ko'rinmayapti-da, gnidani. Sanki olsan da videoga tushib berish kerakmi? Nur 72 nani shuncha xodimlarni ovora qotdi-da, hamma plos. Hamma o'rtog'imni tirikchilikdan qo'yib olsanlar. Silqim gap otgan. Opasi tushib qolaman desa, "Yo, tushmaysan, narsani olib qo'yaman" deb narsasini olib qo'ygan. Keyin tushasizmi yo'qmi? Tirikchiligimni o'ldiryapsiz. Men tushmayman. Bu qochmoqchi bo'lib meni mashinani avariya qilib urgan. Oxir O'zlari yo'liga chiqib urgansanlar-ku, to'xtagansanlar. hozir zamon ko'tarmaydi. Buni bizib chochib yuborsa ham bo'lardi mana. Shuncha bo'ldi. Latte krisalar shakallar bilan. Bizi bilan qo'yaveramiz, oshna og'aynilari bo'lsa, demak video qilib qo'yinglar, qanaqa krisa gnidalar ko'chib yurganini. Bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun. Sansanlar krisa. Toshkentda haydovchining birgina gapi uning hayotini oldin va keyinga bo'lib, haqiqiy dahshatga aylantirdi. Haydovchi yo'l davomida bolasi doimiy ravishda o'rindiqni tepib kelayotgan ayolga tanbeh bergan. Bunga javoban ayol: "Bolam tepishi uchun pul to'layapman, jimgina olib bor" degan. Xo'p, pulini bersiz, tepib, dabdalaqda shart emasmi? Pulini beryapman. Hamma pulga ketadi, tekinga ketmaydi hamma. Hamma mana shu yerga hech kim bunaqa muomala qilmagan. Bolam deb olib borgan. Shundan so'ng haydovchi mashinani to'xtatib, yo'lovchilardan tushishni so'ragan, ammo ayol tushishdan bosh tortib, akalarini chaqirgan. Ular yetib kelib haydovchini kaltaklagan va mashinasiga zarar yetkazgan. Haydovchi hayotidan xavotirlanib, 102 raqamiga qo'ng'iroq qilgan. Keyin esa aka-ukalar bloger ekani ma'lum bo'lgan. Ular darhol haydovchi, go'yoki ayol va uning farzandiga tegajog'lik qilgani, ularni mashinadan tushirmagani haqida video tarqatgan. Video tezda ommalashib, haydovchi va uning oilasi ijtimoiy tarmoqlarda ommaviy ta'qib, tahdid va hatto o'lim tilaklariga duch kelgan. Agar men isbotlab bersam, bularga umuman hech qanaqa yomon gap gapirmaganligimni isbotlab bersam, okey? O'shani gaplashamiz, xudo xohlasa. O'shani. Ha, gaplashamiz. Agar siz nima qilasiz, okey? Men nima qilishim kerak? Men sizga do'ljim emas, ishlamaga. Nima, bloger ekansiz, okey? Bloger ekansiz, okey? Ha, o'zimiz gaplashamiz, okey? Qo'y, yoki terpilamiz, o'chiring kamerangizni. Nima bo'ldi? Mana hozir men ukamni urib savalab tashlagan ekan, ko'chadagi blogerlar, ko'chalar bor ekan-ku, yangi ko'chalar chiqib qopti-yu. Mana ukamni hozirgi holati, o'zi holatni bilmasdan hamma xohlagan gapini gapirib tashlayapti. Mana shu bolani, mana basharalari momatalo qilib burnini ham sindirgan. Hamma yog'ini mana urib, tepib, dabdalasini chiqarib tashlashgan. Buni aybi nima? Viloyatdan bo'lganligimi? Xohlagan gapini gapiryapti. Men iminni videoyimga qo'yib qo'ydim, shu ukam uchun. Bitta kirib ko'ringlar. Vaholanki taksining ichida o'zi videoda nima bo'lganini ko'rasizlar, o'zingizlar keyin xulosa chiqarasizlar. Iminni komment yozayotganlar, u o'sha videosini o'chirib tashlab bo'pti. U videosini biz sketchat qilib olganmiz, hozir u bo'yicha ham atdinda gaplashamiz. Iminni Xonoboddagi vrachlar ham hozir umuman ekstrem hech narsa qilmagan, hattoki ekiga ham olmagan. Men o'zim vrachman. Qo'limda bola turibdi. Qo'limda bola turibdi. Nima dedingmanki bolalarim bilan qo'limda? Bo'ldi, gaplashamiz. Bo'ldi, hozir ko'rasan. Nima deding bolalar bilan qo'limda? Opa, o'zing bo'ldi. Aka, bo'ldi. Nima deding ikkita bolam bilan mashinada menga? Nima deding ikkita bolam bilan? Qo'shtonma.